Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Mana biz yana navbatdagi oshxona mebelimizni juda chiroyli holatda turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin bemalol. Bu yerimiz yangi ochilgan Andijon mebellar bozoridamiz. Aytgan turingizda, aytgan xohlagan narsangizda mebellarimiz bor. Xudo xolisa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Ekran tagida telefon raqamlarini qoldiraman. Hop, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, bir pagana metrini shuni bir pagana metri deganda bu joydan bu joygacha 1 metr hisoblasangiz bo'yni balandligi 230 sm bo'ladi. Hop, mo'ykasi, semistitr, tepada mana idishda o'tiradigan sushulkalari ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Sushulkalari komplekt, osha-moshalari vakuum ko'rishingiz mumkin, yopirishlar. Shu komplekt ichida agar 4 metrdan katta zakaz qilsangiz bitta mana barniz o'lkansi ham bonus qilib beradi. Shunda buni bir pagana metri 2 million 300 ming so'mdan bo'lyapti do'stlar. 2 million 300 ming xohlasanglar mana shu joyga gaz ballon qo'yishinglar uchun moslasanglar ham bo'laveradi. Juda chiroyli holatda. Do'stlar, kimga yoqqan bo'lsa kommentariyada bitta chirin so'z qoldirib menga yoqdi deinglar. 2 million 300 ming so'mdan metri, buni metri ham 2 million 300 ming so'mdan, buni metri ham 2 million 300 ming so'mdan tayyorlanadi do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. 2 million 300 ming so'mdan 1 metr arziydimi? Arzigan bo'lsa bittadan like bosib qo'yishni unutmaymiz do'stlar. Hop, endi xohlasangiz oq rang desangiz oq rangi ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli holatda mana. Hop, endi biz yana navbatdagi yana bitta kattasiga o'tamiz. Biz mana shu katta shohona mebel mana. Endi materiallar bo'lingan mebel juda chiroyli do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisa baho berib bittadan like tugmasini bosishinglar ham mumkin bemalol. Yana bittasi, bunisi mana akril materialli bo'lgan. Juda chiroylimi do'stlar? Kimga yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini bosib ayamasdan xohlasangiz mana ugolovlar desangiz mana ugolovlar ham bor. Juda chiroyli holatda. Xohlagan holatingizda, xohlagan fasoningizda tayyorlab berilaveradigan ugolovlar. Xo'p, xullas kalom. Nima desa bo'ladi? Uydamiz. Mana. Sizlardan bitta anasi qo'llab-quvvat xohlasanglar mana yakka spanni desanglar. Yakka spanni sizlarga nima kerak bo'lsa, shu kerakli narsani aytasiz. Shuni qilib beramiz, xudo xolasa. Xohlasangiz mana bunaqa juda chiroyli idealniy mebellarimiz ham bor. Olamidamiz deyapman. Bittadan like